Kimdir sezib ulgurmasdan oldin u burchak zarbasini yashirincha o'ynab yubordi. Juda diqqat bilan qarang. O'yinchi to'pni qo'yadi va yon tomondagi burchak bayrog'iga qaraydi. Lekin shu paytda to'pga yengilgina tegadi. Endi to'p o'yinda. Shu lahzada uning yoniga jamoadoshi keladi va raqib himoyachisiga yaqin turadi. U o'zi uzatma bermoqchidek ko'rsatadi, lekin aslida ular ko'z bilan ishora almashgan payt bu signal edi. Ikkinchi o'yinchi go'yoki to'pni yana to'g'rilamoqchi bo'ladi. Keyin esa kutilmaganda uni olib ketadi. Himoyachilarni chalg'itadi va markazga uzatma beradi. To'p bir tomondan ikkinchisiga o'tgach, ular osonlik bilan gol urishadi. Bavariya Myunxen jamoasining zaxira o'yinchilari isinayotgan